Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi prinsipimiz sotildi. Bugungi sanangiz 2025-yil 20-dekabr kuni Xudo xolasa 3-chi prinsipimiz topshiryapmiz. Bu prinsipimiz razmeriga keladigan bo'lsak 1,5-2,5 bo'ldi. Bortning balandligi 40 sm, reshetkasi 70, poldan 1,10 bo'ldi. Taglari kontenerist bo'ldi. Romlari shuyildi. 15lik lastikda balonlar bilan berdik. Bu prinsipimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanidan berdik. Prinsip ma'qul bo'ldimi, brat? Ma'qul. Parkovu, elektromontaj hammasini shu yerda qilib berdikmi? Hammasi ishlandan. Necha so'm oldingiz? 10 million berdik. Dastlabki net berdik. Bonus etib yana o'ylanib qoldi. 10 million 1 tonna 600 lik qalinzamni parkovlar bundan parkovlari bilan hammasini chiroyli qilib berdik. Tabriklaymiz. Shamol o'tsa yaxshi kuningizni ishlating. Yine aksiya, yangi aksiya setib berdik. 10 million 500 lik prinsipimizni 10 milliona parkovi elektromontajlar bilan qilib berdik. 1,5-2,5 Lasetti 15 yangi balonlar bilan shuviller traktor prinsip risollarini yine romlari shuviller bo'lgan. 1 tonna 600 lik qalin zamoklar yine Largus parkovi Zosko. İbide yine kuzub nomeri, ibide bilkasi yine. Kime shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor, zakaz bilan ham ishlab beramiz. Tayyor prinsiplarimiz ham bor. Xudo xolasa kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.